Assalomu alaykum hammaga yana bir bor. Hozir factoring haqida sizlarga tushuntirib beraman. Nima ish qiladi va qanday qilib keriyerlarga yordam beradi. Amerikada juda ham ko'p factoring kompaniyalar bor va keriyerlar ular bilan kontrakt tuzadi. Nima uchun kontrakt tuzish kerak? O'zi keriyer factoring kompaniya bilan. Sizlarga hozir bitta misol qilib beraman. Masalan, men keriyerman va brokerdan yuk olyapman qanchadir summaga deb olaylik. Agarda men o'zim brokerdan pul olmoqchi bo'lsam, shu qilgan yukimga bu 60 kun yoki 30 kun oralig'ida bo'lishi mumkin. Factoring kompaniyasi menga bu pulni 1 kun, 2 kun oralig'ida to'lab berishi mumkin. Albatta factoring kompaniya mendan bu uchun foiz oladi. 1% dan 3% gacha average foiz olib qoladi factoring kompaniya. Keyin o'zi brokerdan shu summani oladi. Xo'p, factoring kompaniyaning yana qanaqa foydali tomonlari bor bizga? Birinchi o'rinda factoring kompaniya kontrakt qilgan brokerlar bilan siz ishlashingiz kerak. Nima demoqchiman? Siz kontrakt qilgan factoring kompaniya siz yuk olmoqchi bo'lgan broker bilan ham kontrakt qilgan bo'lishi kerak. Hozir saytga kirib, batafsil qanday qilib tekshirishni ko'rsatib beraman. Xo'p, Triumph Factoring kompaniyasini olaylik. Masalan, mana ko'rib turibsizlar, buni saytiga men kiryapman. Olaylik, masalan, meni kompaniyam, meni carrier kompaniyam Triumph Factoring Company bilan ishlaydi, kontrakt tuzgan. Bu degani, men faqat Triumph approve qilgan, Triumph menga ruxsat bergan brokerlar bilan yuk ola olaman, xolos. Shundagina Triumph kompaniyasi menga 1 kun, 2 kun ichida men olgan yukni pulini tashlab beradi. Agarda men Triumph kontrakt qilmagan brokerdan yuk olsam, bu meni o'zimni bo'ynimga tushadi. Bu degani brokerdan men primoy shu yukni pulini olishim kerak. Boshida qaytarganimda bu 30 kun yoki 60 kunga ham tushishi mumkin. Agarda men fake brokerlardan adashib yoki skamerlardan yuk olib qo'ysam va Triumph buni kontrakt qilmagan bo'lsa, bu broker bilan Triumph, bu meni bo'ynimga tushishi mumkin. Shuning uchun juda ham ehtiyot bo'lishimiz kerak. Xo'p, aytganimdek, qanday qilib Triumphda brokerlarni tekshiramiz? Biz yuk olsak bo'ladimi ulardan yoki yo'qmi? Masalan, bu yoqda Triumph saytiga kirdik va ko'rib turganingizdek, bu yoqda credit check bor. Credit checkga kirdik. Endi search by customer MC and FF number deb qo'ygan. Shu yoqqa brokerni MC numberini yozishimiz mumkin. Masalan, olaylik, brokerni MC numberi 108 40 81. Bu yoqda chiqib kelyapti. Mana ko'rib turganingizdek 108 40 81 MC numberi Sync Group of Companies INC degan brokerga tegishli. Endi tekshirib ko'ramiz, qanday bu brokerdan biz yuk ola olamizmi yoki ola olmaymizmi? Factoring company bizga bundan yuk olsak to'lab beradimi yo'qmi? Xo'p, buni topdik. Kiramiz. Bu yoqda ko'rib turganingizdek approved ko'rsatyapti. Demak, meni carrier kompaniyam shu broker bilan ishlay olaman. Chunki kontrakt tuzgan factoring kompaniyam Triumph bunga approve beryapti. Demak, ruxsat beryapti. Agarda shunday approve chiqsa, demak men ishlay olaman. Va kredit limitini ko'rsanglar bo'ladi. Bu yoqda kredit limiti $20,000 gacha. Bu degani men $20,000 bu kompaniyadan yuk ola olaman va factoring kompaniya shu pulni menga to'lab beradi. O'zi esa brokerdan keyin oladi. Xo'p, menimcha tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Qanday qilib shu chek qilish. Yana bir qulaylik tomoni factoring kompaniyalarni siz ishlamoqchi bo'lgan brokerni ofitsialniy nomerini yoki emaillarni qoldiradi. Bu bizga nima uchun kerak? Agarda siz yuk olyapsiz, lekin nimadirdan shubha qilyapsiz, rate confirmation yoki emaili noto'g'ri ko'rinyapti sizni ko'zingizga. Shunda qanday qilib yuk
valid yukmi, ya'ni haqiqiy yukmi yoki fake yukmi, qandaydir skamer sizga aldab sotmoqchimi, shuni tekshirib olsangiz bo'ladi. Triumphga kirdingiz va shu olmoqchi bo'lgan brokeringizni MC numberini tekshirib ko'rasiz. Kirganingizda, ko'rib turganingizdek, har bitta brokerni ofitsialniy nomerini qoldirib qo'ygan. Shu ofitsialniy nomeriga siz qo'ng'iroq qilib, olgan yukingizni nomerini berib, ya'ni telefon qilyapsiz shu ofitsialniy broker nomeriga va aytyapsiz: "Hello, I'm calling about this load. I want to check this is valid load or not." deb aytyapsiz. Ya'ni aytyapsizki, shu yukni oldim men brokerdan, lekin chek qilib ko'rmoqchiman, ya'ni tekshirib ko'rmoqchiman. Bu haqiqiy yukmi, sizlarning yuklaringmi yoki menga kimdir aldab sotmoqchimi? Shunda bilib olsangiz bo'ladi, sizga ofitsialniy nomeridan aytishadi: "Ha, bu bizning yukimiz" deyishlari mumkin yoki "Yo'q, bu bizning yukimiz emas, seni aldab sotishyapti" demoqchi bo'lishi mumkin. Shu tomonlari bilan ham factoring juda ham qulay. Shuning uchun Amerikada logistikasida har bir kompaniya почти Triumph ya'ni factoring kompaniyalar bilan kontrakt tuzadi. Bu juda ham qulay va sizga 100% garantiya beradi, что yukni pulini olasiz. Siz o'zingizni qiynab broker bilan, ya'ni accounting department ham broker bilan muzokaralarga borib, har doim so'rab, qachon pul tushirib berasizlar, yo'q deb o'tirmaydi. Triumphdan, ya'ni factoring kompaniyadan 1 kun 2 kunda shu pulni oladi. Ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa, xursandman. Hammaga rahmat.